Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar qaranglar. Bepoyon tekisliklarda biz nereye geldik? Qo'rg'oshin qala. Yine Xudo xolasa şu qalani bugün ko'rib chiqamiz. Bu qalaga birinchi marta kelishim. Bu qalani tarixini doğrusu hozir bilmayman. Videonun oxirida qala haqqında ma'lumotlarni qo'yib ketaman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha etinglar. Qani, bismillah yurib qani. Yine katta qala ekan. Balandlikda joylashgan. Yine iberler saklanıp qolibdi. Toshlar, bu devorlari. Yine qalanın o'rtasi o'yroq o'xshaydi. Bu yerda suv chiqibdi. Lekin o'zi qalan o'zi balandlikda joylashgan. Boshqa yerlarga nisbatan olganda. Qo'rg'oshin qala. Qani yerlarni ko'rib qani. Bu yerlarda ko'za o'xshaydi. Ko'zani qoldiqlari. Shu yerni ko'rib qani. Devorlari nichali saqlanib qolganmi? Bir yan taraflarım polni tekislik. Umuman uylik yok. Bir yerine adresine geladiğim bulsak Şagayşi. Şurada Şagayşi denen yer var. Keyin katta Qirg'iz qala. Böyle 4 tildakilar biladi. Bir yan tarafında Sharshara denen yer var. Bir yan taraf Salarraqda Gökçe. Gökçe taraftan gelip bulmaydı, lekin bize bir yandan Qirg'izobod taraftan geldik. 50 qala Qirg'izobod. Yine Maşinlar ötüp kaçıp durdu bir de yolda. Devorları şöyle yaxşı saklanıp kaldı. Qani balandlardan chiqib ko'rik qani. Bu düşmene ok atadan yerleri. Kalan her bir yerinde şimdi baland minora o'xshagan yer bo'ladi. Askarlar turib ishidan dushmani o'q uzganlar. Hozir bu Qo'rg'oshin qala hakkında bir ikki ma'lumotlarni topdim. Bu qala miloddan avvalgi 4-2 asrlari, ya'ni O'rta Osiyoda antik davrlari borib taqaladi ekan. Bu davrlarda insho'rlardan Amudaryoni bir o'zani o'tgan. Amudaryoni bir o'zani Orol dengizine qo'ygan bo'lsa, yana bir o'zani Kaspiy dengiziga borib qo'ygan shu davrlarda. Shuning uchun bu yerlarda aholi yashagan, rivojlangan bu yerlar. Qadimgi Xorazm sivilizatsiyasining markazlaridan bo'lgan bu yer. Bu qala qachon vayron bo'lgan, qachon odamlar ketib qolgan bu yerdan degan savollar. Bu Chingizxon davri, Chingizxonning bosqini davri, ya'ni 1220-yillarda bo'lgan. Shu davrda kelib Chingizxon bostirib kelgandan bu yerdagi katta qalalarni, shu Qo'rg'oshin qala, Jambos qala, Anka qala, Ayas qala shularning hammasini vayron etgan. Shundan keyin bu yerda aholi yashamaydigan bo'lgan. Bu yerdagi aholi manzilgohlari tugatilgan. Shunday xarobalar qolgan xolos. Shu davracha aholi yashagan beriladi. Videomuza bir like'larını basıp kanalımıza abone olup qo'yishni unutmanglar. Bugungi video rolikimiz mana shundan iborat edi. Agarda
tarih boyunca videolar sizlere kızık olsa kanalımıza ötüp görüşleriniz mümkün. Kanalımızda köplep kalalarını, tarihi videolarını çıkarganmız. Hayır, sağ salamat bulun. Karanlığı bir de bir nerseye gözüm düştü. Sapsarı bulup durdu. Bu üyülüp durgan közelerin kaldıkları okşuydu. Hemen közelerin iş ürek sındırgalar mı ya? Ya başka neyse bakan mı? İşte yeni alt dini. Kalanı yanında.